ibodat, ro'za tutishdan ko'ra afzalroq debdi. Undan ko'ra siz yoki ko'p nafl o'sha zikr aytish, ulardan ko'ra nima afzalroq ekan? Ilm talab qilish, ilm olish ekan. Shuning uchun ilm talab qilishda maslahat kengashga solish zarur vojibroqdir. Ulug' donishmand agar Buxoroy sharifga ilm hosil qilish va haqiqiy ustozni topish maqsadida borsang, ixtilofli masalalar va turli savollar topib, u joydagi ahli ilm va ulug' ustozlar bilan bahs munozara qilishga shoshilma. Ulug' imomlar o'rtasidagi ixtilofli masalalarda muzokaraga oshiqma, balki 2 oy sabr qil. To bir ustozni o'zingga tanlab, u haqda yaxshilab o'ylab fikr yuritgaysan, ustoz to'g'risida darhol xulosaga chiqarishga shoshilma. Demak, nima qilar ekanmiz? Bir ustozni tanlagandan keyin birdan unga savollarimizni berib tashmaymiz, balki 2 oy kuzatib, keyin savollarimizni berib boshlar ekanmiz. Keyin ustoz Demak, ustoz haqida darhol nima chiqarmas ekanmiz? Xulosa. Agar Buxoroy sharifga kelib sinamay biron ustozdan saboq olishni boshlasang, uni bilmaganing uchun keyinroq dars o'tish uslubi seni qiziqtirmay qo'yishi mumkin. Natijada o'sha darsga ham, ilmga ham qiziqishing qolmaydi. Hatto uyg'onmaydi ham. Bu darsni tark etish va ustozdan uzilish bilan tugaydi. Maqsadning hosil bo'lishi uchun yana boshqa ustozni izlaysan. Unda ham dars boshlab avvalgi ishlaringni takrorlaysan. Shuning uchun Alloh ilmingga baraka bermaydi. Ilmda darajaga ega bo'lsang ham na o'zing na boshqaga naf bera olasan. Bu foydasiz ilm deydi. Shuning uchun doimo Allohdan nima so'rashimiz kerak? Allohim bizga foydali ilm bergin. Nima deb so'rashimiz kerak ekan? Allohim o'zingga foydali ilm ber. Buning zamirida yana bir ko'z ilg'amas sir bor. Tark etgan ustozlarning ko'nglini ranjitganingdir. Ya'niki ustozlar tark etgan ustozni ko'ngli nima bo'lar ekan? Ranjib qolishi mumkin ekan. Ya'ni shuncha o'rgatdi, siz esa qumsizlik qilib yana shu ilmdan chetlashib ketyapsiz. Ustoz nima qilar ekan? Ranjirkan. Ustozni ranjitganiga ilm yo'qadimi? Yo'qmaydi. Zero bir harf o'rgatgan ustozning roziligini olish, qanday ustoz bo'lsa-da, uni hurmat qilish va bu to'g'rida va'da qilingan lutf-u inoyatni topish shogirdning hayotiy mazmuniga aylangan vazifasi bo'lmog'i lozim. Ya'niki ustozni hurmat qilish va va'da qilingan lutf-u inoyatni topish shogirdni hayotini mazmuniga aylanishi kerak ekan. Ustozi nima desa buyurgan narsasini qilish, unga amal qilish uni hayotini mazmuniga aylanish kerak. Ya'ni ertalab turgan birinchi narsani yodiga solish kerak ekan. Shuning uchun ham bu ishda yaxshilab tafakkur qil. Ilm olish muhim va nozik masala bo'lishi bilan birga unga ustoz tanlash ham o'ta muhim va zarur masaladir. Ko'p maslahat va kattalarning ko'rsatmalarini olib, mazkur shart-sharoitlarning ko'pini o'zida mujassamlagan bir ustozni top. To uni tark etish va darslardan qolishga ehtiyoj sezmagan. Mana shunda ta'limni barokatli va xayrli bo'ladi. Ilmning foyda beruvchi va o'zing manfaatli ilm sohibi bo'lish uchun ustoz huzurida sobit mustahkam turasan. Bil, har bir ishda sabr chidamli, qanoatli hamda sabotli holda turib, yuksak fazilat egasi bo'lish o'sha ishni komil egallashga asos hisoblanadi. Demak, o'sha ilmni komil darajada egallash uchun qanday sifatga ega bo'lish kerak ekan? Sabr, chidamlilik, qanoatli bo'lish, ya'ni tamagir bo'lmaslik kerak. Yuksak fazilatli bo'lish, ya'ni o'zini hurmatini doim saqlab yurish kerak ekan. Afsuski, ushbu fazilat insonlarda topilmaydi. Kam uchraydigan noyob xislatdir. Ya'ni bunday xislat nima ekan? Kam uchraydigan. Siz ham kamyob shunday insonlar turiga kirishga harakat qiling. Oliylikka intilganga darkor harakat, ammo kishilarda kam uchraydir sabot va matonat. Oliylikka intilgan darkor, ya'ni harakat qiladiganlar ko'p, ammo debdi insonlarda bu xislat kam uchraydi debdi. Sabr va matonat kam insonlar deb. Ya'ni birdan sabrsizlik qilamiz, yana tama qilib qo'yishimiz mumkin, Alloh saqlasin.
Bir donishmand 1 soat sabr qilmoq shijoatdir deganlar. Shuning uchun ham talaba ustoz oldida sabot, sabr va yuksak qanoat bilan qoyim bo'lishi kerak. Uning mehru shafqatini va xayrli duosini qozonsin. Ya'niki ustozni oldida sabot, sabr, yuksak qanoat bilan turingki, ustoz sizga mehr qo'ysin va sizni duo qilib qo'ysin. Shunda sizni ilmingiz nima bo'ladi? Yuksak bo'ladi, barakali bo'ladi. Bir to'ppa-to'g'ri. Bir kitobni oxirigacha o'qib tugatmasdan boshqa kitobga o'tmasin. Shuningdek, bir fanni kamolga yetkazmasdan boshqasini ixtiyor qilish yoki zarurat bo'lmasa boshqa shaharga ko'chishga jazm etmasligi kerak. Aslida bu ilm ofatlaridandir. Ya'niki tinmay boshqa shaharga ko'chish yokida o'sha hali bitta kitobni tugatmasdan boshqa kitobga o'tib ketish yoki bitta ilm, ya'ni aqidani tugatmas yoki fiqhni tugatmasdan boshqa ilmlarga o'tib ketish bu ilmdagi nima ekan? Ofat. Chunki ilmdan chalg'itadi va boshqa narsaga majbur qiladi. Qalbni befoyda narsalar bilan o'raydi. Vaqtni zoya ketkazadi. Nima qilar ekan vaqtni? Vaqtni zoya ketkazib, masalan, bugun o'tmagan kunga shunaqa bo'lib ketadi. To'g'ri. Eng zararlisi muallim ko'ngliga aziyat keltiradi. Ya'niki muallim kim ekan? Ustozni ko'ngliga zarar keltirar ekan. Siz shunaqa, ya'ni unga, bunga sakraverganingiz. Ustoz qaysini aytsa shu bo'yicha ketishingiz kerak ekan. Muhabbatni so'ndirib, o'zi ham ko'p ozor chekmog'iga sabab bo'ladi. Ya'niki sizga ustoz muhabbat so'nib qolar ekan va o'zingizni ham ko'p ozor chekishingizga sababchi bo'lib qolar ekansiz. Talaba nafsu havosi chaqirayotgan narsalarga qarshilik qilishi va matonatli bo'lishi hamda og'ir, sabrli bo'lishdek yuksak axloqiy fazilatlarga bilan sifatlanishi kerak ekan. She'r. Nafsu havoyim meni yo'ldan urdi. Sharmandalar anhoriga tuban surdi. Yuzim qaro qildi, ilmda shay yo'q. Hay huzurida dilimda hayo say yo'q. Do'stim aytdi, buning davosi bordir. Nafsu havo kushandai g'avg'osi bordir. Osib bergan orom darmandalarga, ibrat bo'lsin uchun sharmandalarga. Havoi nafsga qarshi kurash emas oson. Matonatu bardoshni mahkam tutsin inson. Ya'niki nafsi havoyim meni yo'ldan urdi. Nafs havoyim, ya'niki shayton yoki o'zimning ichimdagi nafsim meni yo'ldan urdi. Sharmandalar anhoriga tuban surdi. Ya'niki sharmandalarning anhorini eng tuban, eng chuqur joylariga debdi, meni uloqtir debdi. Ko'zim qaro qildi, ilmda shay yo'q. Ko'zimni qaro, ya'ni ko'zimni shunday ko'r qilib qo'ydiki, zulmat qilib qo'ydiki, ilmga shaylana olmay qoldim debdi. Hay huzurida dilimda hayo say yo'q. Ya'niki Allohning huzurida dilimda hayo yo'q, ya'niki say yoki say yo'q debdi. Do'stim aytdi, buning davosi bordir. Yonimdagi do'stim aytdiki, o'sha buning davosi bor debdi. Nafsu havo kushandagi g'avosi bordir. Ya'niki nafsu havoni nimasi bor ekan? G'avosi bor ekan, g'ami bor ekan. Osib bergin orom darmandalarga, ibrat bo'lsin uchun sharmandalar, ya'ni o'rgatgan bu haqida debdi, ya'niki ibrat bo'lsin debdi. Ibrat bo'lsin uchun sharmanda bo'lgan insonlarga ibrat bo'l. Havoi nafsga qarshi kurash emas oson debdi. Endi do'stlar, havoi nafsingga qarshi kurash eshitamiz Abdurashjon, inshaalloh. Nima dedim? Nafsingga anaqa havoi nafsi yuridiga qul bo'lmaydi. Qarshi kurashish nima emas ekan? Oson emas. Oson emas. Yaxshilab tinglab o'tiring darsni inshaalloh. Bismillah deng. Matonat va bardoshni mahkam tutin inson. Matonat, bardosh, sabrni nima qilish kerak ekan? Mahkam tutish. Shunda nima bo'lar ekan? Nafsingizga qarshi kurasha olar ekansiz. Haqiqat shuki, nafsu havo yo'li xorlik va sharmandalik yo'lidir. Nafs havo, ya'niki nafsingizga qancha ergashaverasiz, sizga chiroyli ko'rinadi, lekin aslida sharmanda, hayosiz ko'rinishga kelib qolar ekansiz. Buni hatto o'zingiz ham sezmaysiz. Lekin mana bu yerda ilmli insonlar nima qilar ekan? Sezadi. Va juda ham xunuk ko'rinasiz. Agar bilsang, nafsu havoni dorga osadigan amal uni xor va sharmanda, yana ham sharmanda qiladigan joyi amaldir. Bu oson emas. Kim nafsiga qarshi kurashar ekan, bunga ko'p musibat va imtihonlar yog'ila boshlaydi. Ya'niki nafsimizga qarshi kurashganingizda hammasi joyida ketavermas ekan. Qaniydir kasallik kelar ekan yoki qaniydir kimdir bilan siz talashib qolar ekansiz. O'sha vaqtda nima bo'lish kerak? Dil bo'lib, sukut saqlash kerak edi. Allohdan so'rash. Albatta. Albatta, sabr qanoatni kasb qilsin.
donishmandlar deydi, orzu umidlarga erishish qop-qop mehnat va imtihonlar ustidadir. Quyidagi haqiqatni Hazrat Ali roziyallohu anhu aytdilar: ogoh bo'l, ilm va uning fayzu ravnaqi 6 narsaga rioya qilganda hosil bo'ladi. Ularning barchasini bayon etay. Nechta holatda hosil bo'lar ekan ilm fayzi? 6 holatda. Zakovat, ziyraklik, ilmga chanqoqlik, sabr-u qanoatlik, yetuklik, kifoyatlik, ustoz irshodi, yo'llanmasi hamda uzoq vaqt. Ya'niki zakovat, ziyraklik kerak bo'ladi. Ilmga chanqoq, ilmni sevish, sabr qilish, kifoyatlik, bu har narsadan kifoya qilish, ya'niki ta'magirlik qilmaslik, ustoz irshod, ya'ni ustozning yordami, yo'llanmasi hamda ustozning sizga yo'l yo'rig'i hamda uzoq vaqt, ya'ni vaqt kerak bo'lar ekan. Sherik hamxona tanlashda tirishqoq, jiddiy, parhezlik, taqvodor hamda mustahkam irodali, xulqi mustahkam, o'zgarmaydigan, fahm farosatli, tushunadigan va tushuntira oladigan kishini ixtiyor qilish kerak. Hattoki hamxona bo'ladigan xonadoshingizni ham tanlash sizga ilm olishga juda muhim ekan. Ya'ni yoningizdagi inson tirishqoq bo'lish kerak ekan, jiddiy bo'lish kerak ekan, parhezkor bo'lish kerak ekan, taqvodor hamda mustahkam irodali bo'lish kerak. Chunki sizning yoningizdagi odam o'zini sifatlarini sizga nima qiladi? Yuqtiradi. Xulqi mustahkam, o'zgarmaydigan, ya'niki birdan bir kun yaxshi bo'lib, ertasi kuni g'alati bo'lib, o'sha o'zindagi noma'qul sifatlarni ko'rsatmaydigan bo'lish kerak. Fahm farosatli, ya'ni siz gapirganingizni farosat ila, fasohat ila tushuna olish kerak ekan. Tushunadigan, tushuntira oladigan, o'zini fikrini tushunadigan, sizni tushunadigan va sizga o'zini fikrini tushuntira oladigan inson bo'lish kerak ekan. Kishini ixtiyor qilish lozim. Tabiiyki, dangasa, e'tiqodi sust, sergap, buzg'unchi va fitnachilik xislati bor kishidan uzoqlashish kerak. Qanday insondan uzoqlashish kerak ekan? Sergap, Dangasa, qo'rquvchi, e'tiqodi sust, buzg'unchi, ya'ni fitna chiqaradigan insonlardan birdaniga tezlik bilan uzoqlashish kerak ekan. Hikmatda keladi. Kishining kim va qanday ekanini o'zidan so'rama, balki uning yaqinlariga, do'stlariga qara. Ya'niki bir insonni qanday ekanligini bilish uchun uni o'zidan borib qandaysan, qanday xulqlaysan deb so'ralmaydi, balki uni do'stlari yoki yaqinlari o'zini qanday tutishiga qaraladi. Aql bilan nazar qil. Ya'ni aql bilan nazar qilish, ya'ni his-tuyg'u yoki nafs bilan qarashmas kerak ekan. Chunki inson do'stlariga ergashadi. Chunki inson kimga ergashar ekan? Kimni bilaman desang, kaloming angla. Kimni agar men u odam haqida bilaman desang, kalomingni o'ylab ko'r debdi. Aslin desang, anglayin, faolin angla. Aslini anglayin desa, faolin angla. Kirdikoriga boqib asl holin angla. Ya'niki kirdikorlari bo'lishi mumkin. Shuncha asl holiga qara, asl holini anglashga harakat qil. Asliga dalil anning hisolin angla. Ya'niki asliga dalil o'sha boyagi shu aka-ukalari yoki o'shalarga qarab anglab ol, do'stlarga debdi. Ular yomon va noma'qul fe'l xulqli bo'lsalar, zudlik bilan ulardan uzoqlash. Agar yaxshi va ijobiy fe'lli bo'lsalar, ular bilan do'stlash. Samimiy munosabatlar o'rnat. Shunda to'g'ri yo'l topasan, hidoyatga erishasan. She'r. Yaxshi libos tanga oroyish. Yaxshi qo'ldosh jonga oroyish. Kishi aybing desa dam urmag'ilkim, ul erur ko'zgu, chu ko'zgu tiyra bo'ldi, uzra aybing zohir aylarmu. Har qanday holatda bo'lsa ham, demak, dangasa bilan do'stlashma va ham suhbat bo'lma deb. Ancha solih, yaxshi insonlar bilan bor ediki, ularning sheriklari buzg'unchi bo'lganliklari uchun, yomon bo'lganliklari uchun yomon otliqqa aylandilar. Ya'ni yoningizdagi inson yomon otliq bo'lsa, bu sizga ham albatta yuqmasdan qolmas ekan. O'zini qattiqqo'l qilib ko'rsatadigan va surbet kishi dushmaningdir. Ya'ni o'zini qattiqqo'l qilib ko'rsatadigan inson dushmandir. U qo'l ichida qo'yilgan cho'g' kabi, ya'ni siz qo'lingizga xuddi cho'g' qo'yilgan kabi bo'lar ekan. Qo'l esa cho'g'ning uchib qolishiga sabab bo'ladi. Kul, ya'ni kul ustiga qo'yilgan cho'g' kabi debdi. Qo'l emas, kul. Kul, ya'ni kulni ustiga cho'g' qo'ysa nima bo'ladi? O'chadi. Siz masalan olov bo'lsangiz, ilmda zo'r yonadigan bo'lsa, ammo siz kulni ustiga turib qolsangiz, siz u yerda o'chib qolishingiz mumkin. Shuni haqida aytyapti. Kul esa cho'g'ni o'chib qolishiga sabab bo'ladi. Ya'ni sen ham bir cho'g' misolisan. Cho'g'ni alanglatmay, maqsadga yetkazmay uni o'chira debdi. Oldindan o'chirib qo'yadi.
Demakki, darsimiz mana shu yerda tugadi. Vaqtimiz bo'lib qoldi.